Assalomu alaykum hurmatli aziz vatandoshlar. Mana bugun 8-avgust Muhammad Yusuf Avto YouTube kanalimizga juda ham go'zal, juda ham asal video chiqarib beramiz o'g'lim. Atroflar bitta olib qo'ying. Mashinalarimiz to'ldir, hamma mashinadan bor. E'tibor beringlar, narxlar $500 dan arzon qilib beraman. Xudo xolasa mana manzillarda aytib o'tamiz. Andijonni Piyosbek Toshkentdan kasbamiz. Namangan, Qo'qon, boshqa joydan keladiganlarga Andijonda O'zbekiston ko'chada Toshkentdan desanglar bo'ldi. Lakasa deb so'raganlarga Muhammad Yusuf Iminning nomeri bor 91-168-0002. Shu raqamga qilib kechasi 12:01 Telegram'iga Lakasa deb yozib qo'ylar, tashlab beradi. Javob bermasa ham tashlab beradi. Bemalol kelaverasizlar. Manzillarda aytib o'tdik, 3D xizmatlarimiz bor. Qanaqadir eski tuskimi liboy mashinalar soat 12 da kelsalar ham naqd pul yopib olaman. Nimaga? U eski tuski mashinalarga rosa ham xaridorimiz ko'p. Yangi bo'lsa ham qizig'i yo'q. Mashinalar bo'lsa bo'ldi, olib kelaverasizlar. Xohlasanglar bankka beramiz, xohlasanglar naqd pulga. Bir xil savdo bizda. Iloji boricha sharoitinglar bo'lsa naqd pulga olib, arzonrog'ini olib naqd pulga olgan bo'ladi baribir. To'g'rimi Muhammad? To'g'ri. Xudo xolasa mana juda ham chiroyli qilib YouTube kanalimizga Muhammad Yusuf YouTube kanaliga juda ham chiroyli qilib arzon qilib beramiz. Bu musofirda yurganlar hamisha Alloh o'z panohida asrab, yurtimizga bola chaqalaringlarni, ota-onalarni oldiga eson-omon pullaringlarni topib, chiroyli yorug' yuz bilan hammalarni kelish nasib qilsin. To'g'rimi o'g'lim? Bo'lmasa shom bo'lib qolyapti, shashilib, sizlarga juda ham chiroyli qilib video qilib beramiz. Bittadan like podpiska bosib qo'ying. Bittadan podpiska bosib qo'ying, Muhammad Yusufga keling o'g'lim. Bu Captiva'miz 2012 Captiva 3 Captiva o'zi 13 ekan, lekin pasporti 12 ko'p bo'lgan ekan. Captiva 3 ekan, 4 qilingan. Bu mashinani ertaga kunga $9200 qilib beramiz. To'g'rida eski tuski mashinalar bo'lsa, baholati kelar $200 qimmatiga olib qolaveramiz. Narxi $9200, $5000 bank beraveradi. Qolganini 4200 yillar bo'lsa, $5000 bankdan beraveramiz. Narxi 9200, kraskasi toza. Ikkita Hasanboy, Husanboy trekerlarimiz juda ham go'zal holatda. Bunisi 55000 yurgan, bunisi yurgan probegiga e'tibor beringlar. Bunisi 100.000 yurgan. Bunisi $10.000 bo'ladigani, buni bo'ladigani 11800. Ikkoviga ham 3.5 ming 4 ming kelsalar hamkorlikdan 3 yilga kredit qilib beraveramiz. Mashinalar bo'lsa olib qolaveramiz. Keling. O'g'lim trekerlarni ko'rsating. Trekerlarimiz juda ham go'zal holatda, keling. Shashilyapti, shom bo'lib qolyapti. 2023 50 ming yurgan, 10 ming yurgan trekerdan yangi desam ham bo'laveradi. Juda ham go'zal mashinani 15800 ga qilib beramiz. Keling. Bunisi 2023 yurgan probegini bitta ko'rib qo'ying. Yangi pachka ekan bunimiz. Parollargacha ko'p qo'yibdi. Sizlarni ham bitta ko'rsatib qo'ying. Eng qizig'i gazlarigacha ham qo'yib qo'yibdi. Bo'pti, bunday qilamiz. 15700 qilib beramiz buni. Arzon oldik-ku. $15700 qilib beramiz. Mabodo bankka olaman desanglar boru, 3.5 ming kelinglar, hamkor bankdan oylik to'lov 4.800 mingdan chiqadi. Bunisi 2024 birkasi, lekin 23 ta pasporti. Tonirovkalarga ham ruxsati bor, gazi bor, yumshoq baloni bor. Bo'ladigan narxi $16.000 edi. 16 mingdan 200 olib 15800 ga $3200 bilan chiqarib beraveramiz. Oylik to'lov 4.800, 4.900 ga bo'lmay chiqadi. Mashina ham bitta arzonroq qo'yib beraymi uni? Mashina arzon qilib beradi. 2023 50 ming yurgan, kraskasi umuman yo'q, toza. Ertaga kunga $15.500. $3.000 men kelsa qolgani chiqaradi men. $3.000 bittadan like bosib qo'yamiz akalar. Keling. Bittadan pastga bosib qo'ylar. 2012 ashhol birinchida turgan Captiva'ni Hasanboy. Ertaga kunga $7.5 ga bank transporti ham generalisi ham mendan. 3000 ming kelsa qolgani bankdan chiqaveradi. $7.5 ga akalar. Pakaleni propan gazlarigacha bor. Faqat shoshilamiz akalar. Tezlashamiz, kel. Manaqasini ham ko'rganmisan, 25 ekan birkasi, lekin 24 ekan pasport. 24 ga 25 Premier Plus degani, eng go'zali degani. Bo'lib ham juda ham go'zal mashinani bozorda $17.000 sotyapti. Bizda unaqa narxlar yo'q. Ertaga kunga $16.200 ga hech nimasi yo'q, $16.200 ga qilib beramiz. 2.5 ming kellar generallik bilan chiqarib beraman. Oylik to'lov 5 milliondan chiqadi. Generalliklari ham chiqar ekan akalar, 3-4 ta yangi balonlargacha bor. Buni oyoq qo'yib chiqadigani ham original ekan, $120 ga qo'ygan ekan. Ishlarini ham. Mana akalar, pakaleni propanlarigacha bor ekan. Akam o baklash keladi, o'g'ringlar. 2023 yil ishlab chiqarilgan juda ham go'zal holatda 120 ming yurgan probega, mana shu kabotini mana shu chizig'ida petnosi bor. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, bu mashinani bo'ladigan narxi 14400 ga qilib beramiz. $900 bilan chiqarib beraman. Muhammad Yusuf bittadan patga bosib qo'ysa, $900 bilan chiqadi. Xohlasanglar 2.5 ming bilan 4.5 milliondan chiqadi, $900 bilan 6 milliondan chiqadi. $900 akalar.
Yo'q. Mabodo mana Midland Cobalt'lardan ham bitta olmasida 25 ta Cobalt bor. Midland 2025 juda ham go'zal holatda, kraskasi yo'q. Tezlashamiz $12.400. 3000 bilan chiqadi, oylik to'lov 3.600.000 dan. Kelon. Ha bunisi 2022-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi yo'q. Ertaga kunga $10.000 qilib beramiz. 2700 bilan chiqadi, oylik to'lov 2.800.000 dan. 2.800.000 dan aka oylik to'lov. Ha bunisi 25 ga 26, 23 ming yurgan, kraskasi yo'q, toza, bo'ladigan narxi 11.800. 3200 bilan chiqadi, oylik to'lov 3.600.000 dan. Keling. Ha bunisi 2025, kraskasi yo'q, bunisi 57 ming yurgan, bo'ladigan narxi 11.400, 2800 bilan chiqadi, oylik to'lov 3.600.000. 3.560.000 dan 3.600.000 deb aytyapti. Keling. Ha bunisi 2020-yil ishlab chiqarilgan, 25 ming yurgan, juda ham go'zal, orqasida petnosi bor xolos, bir qarashdan. Bo'ladigan narxi $9.600, 2800 bilan 4 yilga 2.700.000 dan chiqadi. Keling, bunisi 2023-yilda ishlab chiqarilgan, klaska umuman yo'q, 55 ming yurgan, ertaga kunga $10.200 ga 2800 bilan chiqadi, oylik to'lov 3 milliondan chiqadi. Keling oğlum. Ha bunisi 2024-yilda ishlab chiqarilgan, 9 oy to'langan, 4.5 milliondan 51 oy qolgan. Buni haligi Nobodo bank chiqmaydigan odamlarga bo'ladigan narxi $2.100 ga beramiz. $2.100 akalar. Sparkimiz sotildi. Ha, Spark sotildi. Mana shu Spark olgan akamiz eshitayotgan bo'lsa 2010 deb sotishib qo'yibdi. Asli bu 2012 edi. 2012. Olgan odam maza qilsin. Ha bunisi 2015-yil 14 ga 15 mi? 14 ga 15 lyukskasini. 14-yil ishlab chiqargan, kraskasi pashti toza, petnosi bor ekan xolos, top toza. Qara, juda ham go'zal Nissan. 3800 ga qo'yib beramiz. 1300 ming kelsanglar 2.5 ming bankdan chiqaveradi. $3.800 akalar Nexia 2. O, qorani bilan oqib ko'rsating, o tepada ashlar yoqadi. Ukamizga. Ikki hozir obzor qilyapman. 2017-yil ishlab chiqarilgan, juda ham go'zal holatda, ichi maloshli 2017 avtomat ko'ribga 6100 ga generalisi ichida. 2000 bilan 1800 ming kelsanglar, qolgani 3 yil 4 yilga bankdan chiqaveradi. Bemalol. Muhammad usta, bular bittasi 2022, bittasi 20. 2020-yilda 7.5 mingga beramiz, $2.000 bilan kelsanglar 3 yilga 2.700.000, 2.800.000 dan chiqadi. Ha bunisi 2022, kraskasi yo'q, 80 ming yurgan. Bunisi 1.900 bilan chiqadi, 3.60.000 dan 5 yilga chiqadi. Ko'rsat. Avtomat korobka akalar ikkalasi ham. 7.600. Qaysi biri? As 7.600. Ha bunisi 2022, bitta bir qarich petnosi bor. Yurgan piraga 100 ming, ichlarini ham bitta ko'rsatib. ishlarini ham Litox qilib qo'yibdi akalar. Litox qo'ribdim, o'g'lim. Juda ham go'zal, qaranglar. Ma'lum, bittadan pastga bosami Muhammad Yusuf? Bo'ldi, mana $900 ga qilib beraman. 4.600.000 dan. $900 akalar 4.600.000 oylik to'lov ham asi zo'r ekan. 22-23, bunisi 22 11.800, 2.800 man kelasi 3.600.000 dan qilib beraman. Bunisi 23 010. Endi aytsam tarifi o'zimga nima 14 ming tepasida turgan mashina sizlarga ertaga kunga $12.800 qilib beramiz. 2.800 man kelasizlar 5 yilga 4 milliondan chiqadi. Ha bunisi 007 2023 60 ming yurgan, kraskasi yo'q, bomni shumka. Bo'ladigan narx $12.800, 2.800 man chiqadi, 4 million oylik to'lov. Ha bunisi 2023 kraska umuman yo'q, 40 ming yurgan. Mashinasini ichiga tushib beraymi? Tushib beraylik mashinani. $2.5 ga 2.5 ming man kelasizlar, 4 million oylik to'lov chiqadi. $12.5 akalar 23-yil Gentra. Bunisi 2018-yil ishlab chiqarilgan, hammaga aytib deb o'tyapmiz. Buni kecha barterga olganmiz, juda ham go'zal mashina. 7 ming olganmiz, $7.300 generalisi ichida. $7.300 akalar. Bir tomondan 2 ming bilan kelsa 5.300 bankdan chiqaveradi. 2000 puli borlar kelaverasizlar akalar. Mirzo aka mana shu 12 ta narxi tushirish kerakmi? 2024. Juda ham go'zal mashina. O'zimizda 13 tepasida $12.800 ga $3.000 bilan kelasizlar, qolgani 4 milliondan chiqadi. Bu Redline 2024 ga 25 kraskasi umuman yo'q, toza, ertaga kunga 13.200 ga 3.000 bilan kelasizlar, qolgani 4 milliondan hamkorlikdan chiqaveradi. Keling. 2024 50 ming yurgan, juda ham go'zal mashina. Gap bitta $12.800 ga 3.000 man kelasizlar, 4 million oylik to'lov chiqadi. Bunisi 2024 deb oluvdik, asli 23 ekan, pasporti iloji yo'q. Bunisini 12.400 ga qilib beramiz. 3.000 man kerak, 3.700.000 oylik to'lov.
3000 bilan kelaverasizlar ekan mana akalar. O'qidan so'raganlar ham tiniq Bu ekan. ikkovi ham 2024, ikkovi ham Premier Plus, ikkovi ham 12800 dan 3000 dan keladi, 4 milliondan bular ham. Xullas 2000, 3000 dan kelsanglar 4 milliondan chiqaveradi. Bemalol 12sizlar. 2022 yil ishlab chiqarilgan, juda ham go'zal, 80 ming yurgan, 007 22 kraska umuman yo'q, 11800 ga 2800 bilan 3 million 600 ming oylik to'lov chiqadi. Hamkorbank kapital bir xil hikoya. Malibu ham vasha zo'r ekan. O'zing ham Malibu'ni yaxshi ko'rib oling, go'zalligini. Bunaqasini sotmaganmiz hali, to'g'risini aytish kerak edi. 2020 ga 21 ekan, kuzupi 21, T-pasport 20, Premier 2 li motor. Kraska umuman yo'q, riktopga ham yo'q. Juda ham go'zal mashinani 20200 ga qilib beramiz. 4.5 5000 bilan oylik to'lov 4 yilga 6 milliondan jicha oshiqroqdan chiqadi. Ko'rsatayman. Tayyor ekan ham akalar. Balog'lar, malon ham yo'g'icha bor ekan. Benzinda akalar. Olim bitta ko'rib qo'ysa, mana Malibu'ni bitta meni keling. Haligi chempion oluvdiz-ku, mana Malibu sizga tavsiya qilaman. Ko'rayotgan bo'lsangiz bitta ko'rib kelsin. Malibu deyapti, to'g'rimi? To'g'ri. Mana Malibu opa, kelib bemalol olishingiz mumkin. Xullas borib, petnosi ham yo'q. Maza qilib minadigan ekan. Mana ko'rsan. 2021-yil ishlab chiqarilgan, juda ham go'zal, 80 ming yurgan ishlarni ham bor. Pachka turibdi, salonlar 80 ming yurgan ekan akalar. Bir xil turibdi, juda ham go'zal mashina. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 8700 dollarga 2000 dollar bilan chiqadi, 2 million 800 mingdan oylik to'lov chiqadi. Mana ko'rsan. 8700 dollar akalar. Bunisi 2019-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi Krilo'da 3 da petnosi bor, juda ham go'zal. Yurgan prebagi 100 mingdan jicha oshiqroq yurgan. Kraskasi bitta petnosi bor. Ertaga kunga 7600 dollarga qilib beramiz. 2200 dan kelsanglar, qolgan hamkorbanki 3 yilga 2,5 milliondan chiqadi. 7600 dollarga 19 avtomat korobka akalar. O'g'onlarni ham oldi-yu, Oldilar, abul. 2023-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi umuman yo'q. 4-paytda Cobalt 10 ming dollarga, bu juda ham arzon chiqadi. 1200-1300 dan chiqadi, oylik to'lov 3 million 900 mingdan. Ha, bunisini endiroqda Cobalt sotib barterga olib oldik. 5,5 mingga olib oldik, 5800 ga generalisi ichida ana. 5800 ga akalar. 2015 yili 1800 dan kelsanglar bo'ldi, qolgani bankdan chiqaveradi. Ama ertaga rasxod qilib qo'ysa, qo'shiladi narx. Hozir shu turishi bo'lsa, ertaga yetaman desangiz sotilaveradi. Kelaveradi. 2025 ekan birkasi, lekin T-pasporti 24 ekan. Kraskasi yo'q, 23 ming yurgan, 11200 dollarga. Ha, bunisi 2025 ga 26, juda ham go'zal, 12300 dollarga 2. Xullas kelib, ikkovi ham 3 mingdan chiqadi. Bunisi 3 million 200 mingdan, bunisi 3 million 550 mingdan chiqadi. Cobalt so'raganlar 2025. Ikkovi ham go'zal. Bunisi 6 ming yurgan, bunisi 20 ming yurgan. 20 ming yurganda bo'ladigani 11800 ga qilib beramiz. 6 ming yurganda bo'ladigani 12300 ga qilib beramiz. Ikkovi ham bank qilib olaman desanglar, 3 ming dan kelsanglar, qolgani 3 million 500, 3 million 600 mingdan chiqaveradi bemalol. Bunisi 2026-yil ishlab chiqarilgan, sho'si parabga 26 4 ming yurganda emas, bozorda 76, 77 deb turibdi. Bizda unaqa emas, 7 ming dollarga qilib beramiz. Ko'rsan. 7 ming dollarga. 1800 dan kelsanglar, qolgani hamkorbankdan chiqaveradi bemalol. Yurgan probegini ham aytdi. 4000 kilometr yurgan. Qorong'ida endi ko'raman. Keling endi. Mana Xudo xolasa, o'g'lim mana bugun 8-avgust kuni juda ham chiroyli qilib, juda ham go'zal qilib obzorlar qilib berdik. Yoqqan bo'lsa bittadan like, bittadan podpiska bosib, mana shu Muhammad Yusuf ham katta bloger bo'lib kelsin, to'g'rimi o'g'lim? Xudo xolasa. Mana mashinalarni ko'rsatyapsiz, mana trekerlar ham rosa ko'p. Kelaveringlar, yana ham 100 so'm 50 so'm bonusini ham qilib beraman. Xudo xolasa ertaga ertamanda bozorga ham kelinglar, bizga ham kelinglar. Bozorni ko'rib tushsanglar ham xafa bo'lmaymiz. Narx-navoga e'tibor beringlar. Juda ham go'zal qilib, juda ham narxlari chiroyli qilib, xohlasanglar narx pulga olinglar, xohlasanglar kredit qilib olinglar. Ular o'zingizning ehtiyojingiz. Iloji boricha narx pulga olgan bo'ladi. To'g'rimi Mirzoyat aka? Manzillarda aytib o'tamiz, Andijonning Piyosbey, Toshkent pitagi, Namangan, Qo'qon, xullas O'zbekistonda qayerdan keladiganlar bo'lsa ham, Andijonda O'zbekiston ko'chasi, Toshkent pitagi desanglar, hamma sho'brab kelib ko'radi. To'g'rimi aka? Telefon nomerlari chiroyli qilib YouTube Muhammad Yusuf YouTube kanaliga joylaysiz o'g'lim. Ertaga ertamanda Xudo xolasa kelaverasizlar. Yana ham narxlarni yana ham go'zal qilib, yana ham arzon qilib beramiz. To'g'rimi o'g'lim? To'g'ri. Barteriga qanaqadir qat'iy nazar Devo mashina bo'lsa olib kelinglar, uyatmanglar. Eski yurmaydigan bo'lsa tortib kelinglar, olib qo'yaveraman. Yangi mashina sotaman desanglar ham narx pulga
Baholatinglar 100 so'm 50 so'm qo'shib olaveramiz. To'g'rimi o'g'lim? To'g'ri. Yoqqanimizda bittadan like, bittadan patskiga bosib qo'yinglar. Rahmat.